Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər, görüyatqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları da bolsun. Egərləşimizcə Xotan vilayətinin Qarqaş nahiyəsiga qarashliq bir qism kənitlərinin tarixdən buyan qo'llanib kelayotgan əslidagi yerlik nomlari o'zgartirilmoqda ekan. Radiomizga kelgan inkaslarda ma'lum bo'lishicha, bu yil 1-oydan boshlab Qarqash nahiyəsining Yava yezisiga qarashliq qadimiy kənitlərdən bo'lgan Bozor bo'yi kentining nomi Qizil Bayroqqa, Tatig'il kentining nomi Baxtga o'zgartirilgan. Doirlar bu yil 3-oyda mazkur kentga panus esib, nom o'zgartish murosimi o'tkazgan. Qarqash nahiyəsinin Yava yezisidagi yerlik kənit kadrları radiomizning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib, mazkur ikki kənitning aslidagi nomlarining o'zgartirilganligini dalilladi. Yaponiyada yaşayotgan Uyghur Muharramning lagerdagi tuqqanlaridan uyga chiqarilgan 3 parcha salom xatni dunyoga oshkorlashi kuchli g'ulg'ul qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyadagi Muharram Muhammad Ali 2018-yilning oxiri tag'isi orqali suratga tortilib avatilgan 3 parcha salom xatni topshirib olgan. Bu salom xatlar uning lagerga qamalgan buvisi, momisi va tag'isi tarafidan yozilgan bo'lib, lagerlarning ichki qismidagi zulmlarni bilishda muhim yozma uchur hisoblanadi ekan. Muharram bu xatlarni dalil sifatida taratqularga oshkor qilib, o'zining lagerga qamalgan 10 necha tuqqan haqida guvohlik bergandan keyin Xitoy doiralarining bu yil 20-iyulda uning Turpandagi yana bir tag'isi Abdurahmon Mamatni tutqun qilganligi ma'lum bo'ldi. Qozog'istonda 5 oydan buyon Mirza qamoqqa ilingan Ot yurt fidoyilari tashkilotining yetakchisi Serikchan Bilasho'g'li ustidan 16-avgust kuni Olmaotada sud ochilib, shartlik qo'yib berilgan. Egallanishicha, Qozog'iston taftish doiralari tomonidan milliy o'chmanlik huquq-tartibot qilish va qonunsiz tashkilot qurish degan jinoyat bilan ayblanib, 7 yillik qamoqqa kesilishi ilgari surilgan Serikchan Bilasho'g'li mazkur sudda 7 yilgacha tashkilot ishlariga aralashmaslik, Xitoyga qarshi so'z qilmaslik sharti bilan qo'yib berilgan. Serikchan Bilasho'g'li bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilib, shartli qo'yib berilishim bundan keyingi haqli kurash yo'lidan chekinganligimdan derak bermaydi dedi. Ma'lum bo'lishicha, 2008-yili Xitoyda o'tkazilgan Olimpik tanharkat musobaqasi mezgilida Kuchada yuz bergan qarshilik harakatlarini bostirishda aktiv rol o'ynagan va mukofotlangan Kucha noyalik jamoat xavfsizlik idorasining siyosiy komissari Abdukim G'opur o'tgan yili 6-oyda tutqun qilingan. Kuchadagi saqchi xodimlari radiomizning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib, Abdukim G'opurning tutqunda ekanligini dalilladi. Abdukim G'opurni yaxshi biladigan Shveysariyadagi kuchalik muhojirlardan Habibullah Xoliq radiomiz ziyoratini qabul qilib, Abdukim G'opurning vazifadagi mezgilida Kucha xalqini qon yig'latganligini, 2008-yili Kuchada yuz bergan saqchixonaga hujum qilish harakatida yüzü köyüp yaralangan Abdukim G'opurni Xitoy hukumatining Shanxayda davolatib, yampishining terisini yuziga ko'chirib saqaytganligini bildirdi. Doktor Said Hoji Qosim Qashqar 2-doktorxona tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi bo'lib, o 2017-yili 9-oyning 4-kuni saqchilar tarafidan elib ketilgandan buyon hozirgacha hech qanday izdereki bo'lmagan. Said Hojining chet elda yashayotgan yaqin tonishlari radiomizga uchur berib, uning Qashqar tavasida emas, balki butkul Janubiy Uyg'ur diyorida suydiq yo'lidagi toshni tushirish operatsiyasi bo'yicha nomi chiqqan doktor ekanligini bildirdi. Qashqar 2-doktorxonasidagi xodimlar radiomizning bu vaqtdagi telefonini qabul qilib, Said Hojining mazkur doktorxonaning mutaxassislar tizimligidan ismi o'chirilganligini, uning o'rganishda ekanligini oshkorladi. 1944-yildan 1949-yillargacha Sharq Turkiston Jumhuriyatining Milliy armiyasida vazifa o'tagan sobiq jangchi Abdukerim Karimov Qirg'izistonning To'qmoq shahrida 100 yoshida olamdan o'tgan. 1919-yili Qashqarda tug'ilgan Abdukerim Karimov 1944-yili ilida inqilob portlaganida Fidoyilar sepida G'uljini ozod qilish urushiga va milliy armiyaning shimolga yurish qilish frontida Altayni ozod qilish urushlariga qatnashgan ekan. U 1962-yili Xitoyning besimi tufayli Sovetlar ittifoqiga ko'chib chiqqan bo'lib,
keyingi hayotida Qirg'izistondagi Uyg'urlarning jamoatchilik ishlarida aktiv rol o'ynagan ekan. Abdukerim Karimovning vafotidan keyin Qirg'izistonda sobiq milliy armiya jangchilaridan eng oxirgi 3 nafar kishi qolgan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.